Akalar barchaga assalomu alaykum. Avtokosmetikaga tegishli bo'lgan chotki bitta lifehack ko'rsatamiz. Akalar bizni kuzatishda davom etinglar. Avtomobillaringizda kraska ko'chish holatlari bo'ladigan bo'lsa, e'tibor beradigan bo'lsangiz, har xil valnalar bilan kraska ko'chgan akalar. Birinchi qilib oladigan ishimiz valnani tekis qilib holatda kesib olamiz. Iloji boricha shunaqa darajada kesish kerakki, siz maksimalni kichikroq bo'lgan holatda kesib olishingiz kerak. Va bu yon atrofi har doim melkiy shkurkada olinadi. Shkurka. Bu narsa prosta ustidagi lakni bleskini olib, kraskani bir-biriga qo'shishga yordam beradi xolos. Kraskaga ziyon yetkazmaydi. Mana bu 2 millik. Aynan chuqurni ichini olish uchun foydalanamiz. Krilomizda shkurka qilib oldik. Shkurka qilib olgandan keyin mana bu holatlarda stiklarda suv qolish ehtimoli juda yuqori bo'lgani sababli fen bilan qizdirib, ya'niki suvlarini olib, kraskamizda reaksiyaga kirishiga yaxshi sabab bo'ladi. Shuning uchun fendan foydalanamiz. Xitoyda ishlab chiqarilgan jamiki avtomobillarni laki yupqa tufayli yana bitta lifehack ichida lifehack sizlarga обязательно ishlaydigan joylaringizni granitsasini skoch bilan yopib olinglar akalar. Nimaga desanglar, mana bu lakni ochilib ketish ehtimoli juda yuqori boshqa mashinalarga nisbatan.